va ana shuni emlash qilib sizlarga vaksina beradi. Ya'ni u vaksina nima uchun beriladi? O'sha kasallikka qarshi immunitet hosil qilish uchun, o'sha kasallik yuqmasligi uchun. Halollik vaksinasi nima ekan endi? U hech qanday dorixonada sotilmaydi bu halollik vaksinasi. Hozir prezidentimiz aytgan so'zni bir eshitamiz va u haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Tibbiy vaksina insonni kasallikdan asraydi. Halollik vaksinasi esa jamiyatni tamagirlik, aldovlar va korrupsiyadan himoya qiladi. So'nggi yillarda O'zbekistonda aynan shu ichki immunitetni kuchaytirishga qaratilgan korrupsiyaga qarshi kurashish va oldini olish bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirildi. Birinchi islohot: korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Davlat organlarida ichki nazorat va javobgarlik mexanizmlari kuchaytirildi. Ikkinchi islohot: davlat xizmatlari mygov.uz orqali raqamlashtirildi. Bu inson omilini kamaytirib, ortiqcha kelishuvlarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Uchinchi islohot: davlat xaridlari va tenderlar ochiq tizimga o'tkazildi. Elektron tender tizimi joriy etilishi hisobiga byudjet mablag'larining sarfi shaffoflashdi. To'rtinchi islohot: qator tizimlarda byurokratiya qisqartirildi. Ko'plab litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilindi yoki soddalashtirildi. Bu ijtimoiy hayotdagi va tadbirkorlikdagi sun'iy to'siqlarni kamaytirdi. Beshinchi islohot: ta'lim tizimida shaffoflik kuchaydi. Xususan, oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari test asosida, video kuzatuv va markazlashgan nazorat ostida o'tkazilmoqda. Jarayonning ochiqligi natijasida tanish-bilishchilik yoki korrupsiya holatlari kamaydi. Bu yoshlar orasida adolatli raqobat muhitini mustahkamlamoqda. Tizimdagi islohotlarni uzoq sanash mumkin, lekin kurashish va natijaga erishish jarayonida eng muhim ishtirokchilar fuqarolardir. Har birimiz dunyoqarashimiz va yashash tarzimizga halollik vaksinasini olib kiraylik. Zero davlatimiz rahbari aytganidek, korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarayotgan eng jiddiy tahdiddir. Korrupsiya yo'l qo'yish esa islohotlarimizga xiyonat desak bu to'g'ri bo'ladi.